Do'stlar, hormanglar, charchamayapsizlar degan umiddaman. Navbatdagi Sherlock Akademiyasida navbatdagi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz ayollarimizga, qizlarimizga yoqadi degan umiddamiz. Chunki bugungi mavzuyimizning nomi O'zbekistondagi xotin-qizlar huquqlari. Bugun biz sizlar bilan o'sha xotin-qizlarning ayrim sohadagi huquqlari, muhtoj ayollarga ijtimoiy yordam, xotin-qizlarning jinoiy javobgarlikka tortilish masalalari, qanaqangi o'tdagi bir sharoitlar bor. Qizlar uchun ta'lim sohasidagi imtiyozlar, xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish masalalari hamda gender tengligini ta'minlash haqida gaplashamiz. Do'stlar, so'nggi yillarda mamlakatimizda jamiyat hayotining barcha sohalarida gender tengligini ta'minlash borasida juda ham bir sezilarli darajadagi chora-tadbirlar amalga oshirilib kelinyapti. Xotin-qizlar va erkaklar davlat tomonidan kafolatlangan teng huquq hamda imkoniyatlarga ega bo'lib, jinsi bo'yicha kamsitishlarga yo'l qo'yilmaydigan masalalarga juda katta e'tibor qaratilyapti. Xususan ayollar va erkaklar shaxsiy, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlardan foydalanishda teng huquqlari kafolatlanadi. Bu narsa даже oliy qonunimiz konstitutsiyada ham ko'rsatib qo'yilgan. Shaxs agar u jinsi bo'yicha kamsitilgan deb hisoblansa, sudga murojaat qilishi mumkin. Shunaqangi huquqiga ega. Bunaqangi holatlarda jinsi bo'yicha kamsitilgan shaxsdan davlat boji undirilmaydi. Bundan tashqari o'sha sudlar tomonidan erkaklar va ayollar o'rtasida tenglikni buzganlik to'g'risidagi ishlarni ko'rib chiqishda advokatlar tomonidan ayollarga ko'rsatiladigan yuridik xizmatlar uchun ham haq to'lash ularning xohishiga binoan davlat tomonidan qoplab berilishi mumkin. Demak, mamlakatda gender tengligi nima o'zi deganda, gender tengligi bu o'sha erkak va ayolning gender nuqtai nazaridan, ya'ni jinsiy nuqtai nazardan tengligini anglatadi. Demak, mamlakatda gender tengligini ta'minlash bo'yicha hukumat chora-tadbirlariga misol tariqasida O'zbekiston Respublikasi Saylov kodeksiga kiritilgan so'nggi o'zgarishlarni aytishimiz mumkin. Endilikda o'sha nomzodlarning umumiy sonining kamida 40% ayollar tashkil qilish kerak. Shu bilan birga partiya ro'yxatidagi, ya'ni deputatlar saylovlari bo'lib turgandagi partiyalarni ro'yxatlari bo'ladi. O'sha partiya ro'yxatidagi ketma-ketlikdagi 5 ta nomzoddan kamida 2 nafari ayol kishi bo'lishi kerakligi ham belgilab qo'yilgan. Endi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlar bugungi kunda deputatlarning 33% ayollar tashkil qilyapti. Senatda 24%, ana Qoraqalpog'iston, Jekar, Kenes viloyatlar va Toshkent shahar xalq deputatlari kengashlarining ichida 25% ayollar tashkil etyapti. Xotin-qizlar rahbarlik lavozimida ishlayib turgan xotin-qizlarning ulushi 33% ga teng. Tadbirkorlik sohasida 37% ga, siyosiy partiyalarda 47% ga, oliy ta'lim tizimida pasti 50% ga yetgan. Demak, o'sha ayollarni ishlab turgan o'rni. Demak, bundan tashqari endilikda qonun hujjatlarida gender kamsitishlariga yo'l qo'yadigan normalarni aniqlash va bartaraf etish maqsadida ushbu aktlar va ularning loyihalari gender huquqiy ekspertizadan o'tkazilish shartligi tartibi belgilab qo'yildi. Bundan tashqari davlat idoralarida gender auditi ham o'tkazilishi ilgari surilmoqda. Gender auditlarini o'tkazib turib, qanchalik davlat idorasida o'sha ayollar va erkaklarning huquqlari teng ta'minlanyapti, shunga bir e'tibor qaratilyapti. Endi do'stlar, kelinglar ayrim huquqlar haqida gaplashib o'tamiz. Demak, xotin-qizlarning deylik mehnat sohasidagi huquqlari. Shu ayollarda mehnat huquqlari qonun bilan himoya qilinadi va muhofaza qilinadi. Xususan, mehnat qonunchiligiga ko'ra xotin-qizlar o'z sog'lig'iga zarar yetkazmasdan mehnat qilishi, oilaviy va kasbiy mas'uliyatni uyg'unlashtirilgan holda faoliyat olib borishi mumkinligi ko'rsatib o'tib qo'yilgan. Ta'kidlash kerakki, O'zbekiston Respublikasida mehnat qonunchiligiga muvofiq ayollar ijtimoiy va huquqiy jihatdan kuchli himoya qilinishga muhtoj shaxslar toifasiga kiradilar. Masalan, mehnat sharoiti zararli ishlarda, shuningdek yer osti, yer tagidagi ishlarda masalan ayollarning ishlashi taqiqlanadi. Ayollar tomonidan ular uchun yo'l qo'yiladigan eng ko'p normadan ortiq bo'lgan og'ir yukni ko'tarish ham taqiqlanadi. Quyidagi ayollar tungi ishlarga va ish vaqtidan tashqari ishlarga, dam olish kunlari jalb qilinmaydigan ayollar kategoriyasi bor. Bu o'sha homilador ayollar va o'sha 14 yoshga to'lmagan bolalarini boqib turgan bo'lgan ayollar, demak, ularning roziligisiz, demak, mana shunaqangi ishlarga, tungi ishlarga yoki dam olish kuni chaqirish, bunaqa narsalarga yo'l qo'yilmaydi. Do'stlar, kelinglar endi o'sha muhtoj ayollarga ijtimoiy yordam haqida gaplashamiz. Bilasizlar, hukumat muhtoj ayollarga juda ham bir katta e'tibor qaratyapti va bugungi kunda xotin-qizlarning muammolarini hal etish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'pchilik eshitgan, bilgan o'sha ayollar daftari degan tizim
o'z faoliyatini yuritib kelyapti. Bu o'sha ayollar daftari bu o'sha ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy, psixologik qo'llab-quvvatlashga, bilim va kasb o'rganishga, ehtiyoji va ishtiyoqi bo'lgan ishsiz xotin-qizlarning muammolarini aniqlash, bartaraf etish va nazoratni olib borish bo'yicha bir ma'lumotlar bazasi sifatida bir yaratilgan va o'zini funksiyalarini amalga oshirib kelyapti. Ko'pchilikni savol qiynaydi. Ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan quyidagi toifadagi xotin-qizlar kiritiladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj va ishlash istagida bo'lgan ishsiz ayollar, kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan ayollar, ijtimoiy yordam va tezkor tibbiy muolaja muhtoj ehtiyojmand, ya'ni birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan ayollar, qaramog'ida o'sha birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan farzandlari bor yolg'iz ayollar, uy joyiga muhtoj bo'lgan ayollar, doimiy uy joyi yo'q bo'lgan yoki ko'pchilik bilan yashaydigan lekin kichkinagina bitta uy ichida yashaydigan ayollar, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish istagida bo'lgan muhtoj ayollar. Demak, huquqiy yordamga muhtoj ayollar, o'sha huquqiy yordamga muhtoj ayollar ham o'sha kategoriyasi bor, ayollar daftariga kiritiladi. Psixologik maslahatga muhtoj ayollar, ya'ni tazyiq va zo'ravonlik qurbonlariga aylangan ayollar. Ayollar daftariga kiritilgan ayollarga demak, sog'lig'i og'ir holatlarda davolanish uchun bepul o'sha davolanish orderi beriladi. Shuningdek, ularning farzandlari bolalari bog'chasiga imtiyozli ro'yxat asosida qabul qilinadi. Ya'ni ayollar daftariga kiritilgan bo'lsa va farzandini bog'chaga bermoqchi bo'lsa, ana 1000 talik, 2000 talik o'chiritlar bor, o'shalarning ichidan imtiyozli ravishda alohida ro'yxat asosida qabul qilinadi. Xotin-qizlarga turli sohalarda yordam ko'rsatadigan fondlar mavjud bugungi kunda. Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi bor. Jamg'arma pullari o'sha sarflanadigan asosiy yo'nalishlardan biri bu o'sha og'ir ijtimoiy vaziyatga tushib qolgan ayollar, xotin-qizlarni, shu jumladan nogironligi bo'lgan ayollarni, nogiron farzandlari bo'lgan ayollarni, kam ta'minlangan, farzandlari to'liq bo'lmagan oilada tarbiyalanayotgan va uy-joy sharoitini yaxshilashga muhtoj xotin-qizlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlashga qaratiladi. Demak, xususan o'sha jamg'armani, ya'ni o'sha fond deb qo'yishadi, целевой fond, jamg'armaning mablag'lari hisobidan misol uchun quyidagi muammolar hal etilishi mumkin. Xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash, ya'ni xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlashdagi boshlang'ich to'lovni amalga oshirib berish, xotin-qizlar tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash uchun mablag'lar ajratish, xotin-qizlar salomatligini muhofaza qilish, ayollar sportini rivojlantirish, ularga mehnat va o'qish sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan bir moliyaviy ko'maklashishni nazarda tutadi, hamda xotin-qizlar mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha bilim va o'sha ko'nikmalarni olishida yordam beradi. Ya'ni kurslariga pul to'lab beradi va hokazo. Endi do'stlar, bundan tashqari MIB huzur majburiy ijro byuro huzuridagi aliment to'lovlari davlat maqsadli jamg'armasi ham mavjud. Bu o'sha ayollarga farzandini ta'minoti uchun aliment to'lovlarini o'z vaqtida olishga yordam beradi. Deylik, sud tomonidan alimentni shu otasi to'lash kerak degan qaror chiqarildi, lekin otasi aliment to'lamayapti, qarzdorlik yig'ilib qoldi 5-10 million bo'lib, onasini puli yo'q farzandini boqishga, farzand stradat qilmasligi uchun, ya'ni farzandga bu narsa ta'sir qilmasligi uchun, demak, o'sha aliment to'lovlari jamg'armasi, davlat maqsadli jamg'armasi o'sha yig'ilib qolgan qarzni 3 oy mobaynida agar to'lanmasa, o'sha onasi bemalol murojaat qilsa bo'ladi fondga va fond pulni to'lab beradi. Keyin fondni o'zi sudga даже murojaat qilmagan tartibda, sud qarorisiz majburiy tartibda o'sha otasidan pulni undirib oladi. Mana shunaqangi tizim joriy qilingan. Do'stlar, kelinglar endi sizlar bilan xotin-qizlarni jinoiy javobgarlikka tortilishdagi ayrim holatlarni ko'rib chiqamiz. Endi xotin-qizlar ayol kishi ekan, bemalol jinoyat qilsa bo'laveradi degan holat yo'q, lekin amaldagi qonunchiligimizda bo'ldi liberal yondashilgan, bo'ldi odamiylik nuqtai nazaridan ayollarga sal jazo tayinlashda yaxshiroq e'tibor qaratilganda va ularga shart-sharoitini har xil holatdan kelib chiqib, har bir yengillik masalalari ilgari surilgan. Demak, jinoyat qonunchiligida xotin-qizlar uchun jazo choralarini qo'llash bo'yicha bir qator cheklovlar mavjud. Misol uchun, ehtiyotsizlik oqibatida sodir etilgan yoki uncha og'ir bo'lmagan jinoyatlar uchun ayollar tomonidan sodir etilgan ozodlikdan mahrum qilish tarzidagi jazo, shuningdek majburiy jamoat ishlari yoki axloq tuzatish ishlari homilador ayollarga va 3 yoshga to'lmagan farzandlari bor ayollarga nisbatan qo'llanilmasligi ko'rsatib qo'yilgan. Bundan tashqari, demak, o'sha uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilish
20 yil va 20 yildan ortiq yoki 25 yildan ko'p bo'lmagan muddatga, misol uchun, yoki umrbod ozodlik mahrum qilish, ya'ni umrbod qamoq jazosiga o'xshagan jazo turlari ayollarga nisbatan tayinlanishi mumkin emasligi ham ko'rsatib qo'yilgan. Bundan tashqari homilador ayolning jinoyat sodir etishi jazoni yengillashtiruvchi holat deb tan olinishi ham o'sha bizning jinoyat qonunchiligimizda ko'rsatib qo'yilgan. Endi do'stlar, kelinglar sizlar bilan o'sha ayollarga ta'lim sohasida beriladigan ayrim imtiyozlar haqida so'zlab o'tamiz. Bugun davlatimiz tomonidan qizlarga bir qator imtiyozlar bor, aynan ayollarga. Davlat oliy o'quv yurtini, demak, magistratura bosqichiga o'qishga kirgan va tahsil olayotgan barcha любой ayol qizga kontrakt to'lovlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalardagi qizlar, yetim bolalar yoki ota-ona qaramoqsiz qolgan talaba qizlar uchun ta'lim shartnomalari mahalliy byudjet ta'lim kontraktlari, o'sha kontrakt to'lovlari, demak, mahalliy byudjet hisobidan to'lab beriladi. O'z mutaxassisligi bo'yicha kamida 5 yillik mehnat stajiga ega, lekin oliy ma'lumotga ega bo'lmagan ayollar Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasining tavsiyanomasiga binoan davlat oliy ta'lim muassasalariga o'sha shartnoma asosida, kontrakt asosida o'qishga qabul qilinishlari mumkin. Shuningdek, ma'lum bir toifadagi ayollarga quyidagi mezonlar asosida universitetga kirish uchun tavsiyanomalar beriladi. O'sha kam ta'minlangan oilalarda o'sgan xotin-qizlar, otasi yoki onasi yoki ikkalasi ham vafot etgan, to'liq bo'lmagan oilada tarbiyalangan ijtimoiy himoyaga muhtoj qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj turmush o'rtog'i vafot etgan yoki o'sha voyaga yetmagan bolasini yolg'iz tarbiyalayotgan ayollarga o'sha tavsiyanomalar beriladi. Bundan tashqari o'sha nogironligi bo'lgan ota-onasidan biri yoki ikkalasi ham birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan kam ta'minlangan oilalardagi ayollarga, qarindoshlaridan alohida yashovchi 14 yoshgacha bo'lgan 2 yoki undan ortiq bolani tarbiyalayotgan yolg'iz ayol qizlarga, demak, o'sha oliy ma'lumotli ayollar respublikaning o'rtacha ko'rsatkichidan 2 va undan ko'p baravar past bo'lgan hududlarda yashovchi, shuningdek olis hududlarda, tumanlarda yashovchi oilalardagi qizlarga o'z hududida 3 yil ishlagan taqdirda, demak, o'sha tavsiyanomalar orqali ya'ni oliy o'quv yurtlariga kirish masalalari ilgari surilgan. Do'stlar, keyingi masala o'sha xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikdan xotin-qizlarni himoya qilish masalalari haqida gaplashamiz. Bugungi kunda o'sha ayrim individual chora-tadbirlar o'tkazilyapti. Ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish masalalari bo'yicha bu o'sha profilaktika suhbatlarini o'tkazish, himoya orderini berish, tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus markazlarga joylashtirish hamda zo'ravonlik xulq-atvorini o'zgartirish bo'yicha tuzatish dasturlaridan o'tkazish. Himoya orderi deb aytdim hozir, ko'pchilik nima ekan u deyish mumkin. Himoya orderi bu o'sha tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga davlat tomonidan himoya qilinishini ta'minlovchi hujjat bo'lib, ayollarga tazyiq o'tkazgan yoki ularga nisbatan zo'ravonlik qo'llayotgan shaxs yoki shaxslar guruhiga nisbatan o'sha qonuniy choralar qo'llanishi nazarda tutiladi. Himoya orderi Ichki ishlar boshqarmasi tayanch punktida profilaktika katta inspektor tomonidan beriladi. Himoya orderi 30 kungacha amal qiladi. Agar yana qo'shimcha 30 kunga cho'zdirish mumkin. Himoya orderi quyidagi cheklovlarni o'rnatib berishi mumkin. Tazyiq o'tkazishni va zo'ravonlikni sodir etishni taqiqlash, tomonlar o'rtasida muloqotni taqiqlab qo'yish. Bu mana himoya orderi degani, qisqacha qilib tushuntirsam sizlarga oddiy tilda, mana bitta yigit bitta qizga zo'ravonlik qilmoqchi bo'lib, tazyiq o'tkazmoqchi bo'lsa, qiz borib turib o'sha katta inspektorga murojaat qilsa, u qo'liga himoya orderi beradi va u himoya orderi o'sha yigitni u qiz bilan даже gaplashishini, bitta xonada bo'lishini, даже uning tarafga qarashini, uni radiusidan uzoqroq yurishini ta'minlab beradi. Deylik, agar o'sha himoya orderi talablarini buzsa, o'sha yigitga nisbatan, shaxsga nisbatan sirazu javobgarlikka tortish masalalari ko'rib chiqiladi. Endi agar o'sha yigit himoya orderida ko'rsatib o'tilgan masalalarni agar dalchi davom ettirsa, unga nisbatan sirazu javobgarlikka tortish masalalari ko'rib chiqiladi. Do'stlar, bundan tashqari bugungi kunda o'sha gender tenglikni ta'minlash maqsadida o'sha ayollarga nisbatan zo'ravonlik va tazyiq o'tkazish sohasida jinoyatlarni hamda huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida qonunchilikka ham o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi va bugungi kunda o'sha ayollarni
kamsitish, ularni ana ko'rdiki avtobuslarda bunday bir ayollarga tegajonlik qilib, keyin aytda-betda ayollarni quchoqlab olib, bunga ana erkak kishi kuchidan foydalangan holda ularga tazyiq o'tkazish, hali bir nima pichin gaplar gapirish, shunga o'xshagan holatlarga ham ma'muriy, ham jinoiy javobgarlik kiritib qo'yildi. Qonunchilikdagi, ya'ni ularga nisbatan qo'llanilgan jazo choralari ham kuchaytirib qo'yildi va O'zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda ham, demak, xalqimiz tomonidan ham turli xil davlat idoralari, davlat tashkilotlari, xususiy tashkilotlar, xalqaro tashkilotlar tomonidan juda ham katta chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Bilamiz, ana USAID bor, PROON, ya'ni UNDP tashkilotlar bor, Yuridik universiteti bor, mana Nemalchi.uz degan proyekt bor. Shunga o'xshagan barcha tashkilotlar birlashib, o'sha xalqda, jamiyatimiz o'rtasida gender tengligi haqida, ayollarning huquqlari haqida, ularni himoya qilishimiz kerakligi haqida, qonunchiliklarni o'zgartirish haqida, o'zgartirilgan qonunchiliklarni yoritib borish haqida polniy mana shu yo'nalishlar bo'yicha juda ham katta keng ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti va buning hammasi o'sha asosiy maqsad O'zbekiston Respublikasi hududida ayollarimizni, xotin-qizlarimizni huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga qaratiladi. Demak, do'stlar, bu o'sha xotin-qizlar huquqlari haqidagi bir mavzu edi. Barchalaringga ozgina bo'lsa ham tushunarli bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.